do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlarga bugun mana Shayton Akbar degan programmani 5 va 6 degan shaytonlari bor. Mana shu shaytonlar sinash uchun ChatGPT bilan birgalikda ishlatib ko'rsatyapman. Maxsus prompt yozdim buning uchun. Shayton 5 va Shayton 6 ning xususiyatlaridan kelib chiqqan holatda berish kerak promptni. Ma'nosini tushungan holatda har qanday mana bu shayton nomini yozib beraversangiz ChatGPT buni tushunmaydi. Shuning uchun mazmunini o'qib chiqib, mana mazmuni bilan tanishamiz. Qaranglar, hozir tanishishdan avval nimalarni kiritganimni ko'rsatay. Mana Shayton 5 va Shayton 6 degan botlarni kiritib qo'ydim. Endi mana interval 5 sekund, vaqti 1,5 minut. Xo'p, qaranglar, mana 5 bilan 6 ni tanishtiraman. U qanaqa botlar bo'ladi? Mana derdidaslarni turdosh bo'lgan boshqasiga almashtiradi. Masalan, der bor joyiga dast qo'yadi, di bor joyiga derni qo'yadi, dast bor joyiga dini qo'yadi deganda ketadi. Shayton 6 nima qiladi? Xo'sh, avval mana erin degan prinsip bor. Erni eringa aylantiradi, erinni erga aylantiradi. Shunaqa bitta ishlarni qilib yuradi Shayton 6 boti va buning uchun ham maxsus tekstlar tayyorlangan shablondan, mana bu shablondan. Xo'p, Shayton 5 da ham nimasidan kelib chiqib, maxsus tekstlar ChatGPT ga vaqtiga yozdirilgan va programmaga biriktirilgan hisoblanadi. Keyin mana shundan olib tekst maydonga kiritib qo'yganman. Xo'p, tekst maydon qayerda edi? Mana. Xo'p, shuni nimani tekst maydonni bosaman. Bu ham xotirasiga yozib olib qo'ygan. Tayyor kiritgandan keyin xotirasida turadi programmani. Xo'p, endi men mana buni katta ekran qilamanda start berishim mumkin bo'ladi. Mana ko'rib olinglar. Sozlab qo'yishlaringiz mumkin. Mana J ni bo'lsa bunaqa qalinroq qilib beradi. Xo'p. Endi men nima qilishim mumkin? Men o'zim uchun mana buni avval xuddi shu narsani GPT ga ham tashlashni unutmanglar. GPT ga ham tashlab qo'ydim. Endi xo'p, qabul qilaman deyapti originalda. Mana buni yozgandan keyin ahamiyat qaratinglar. Mana bundoq qilib originalligini GPT ga bildirib qo'yish kerak bo'ladi. Original text. Xo'p, bundoq qilamiz. O'zi tushunib oladi bu yog'ini. Sun'iy intellekt. Har qanday nimasi ham. Xohlasanglar Gemini ishlatinglar, xohlasangizlar ana bu deganda DeepSeek deganda. Xo'p, endi hujum qildirish kerak bo'ladi shaytonga. Bundoq qilamizda. Xo'p, terminalda yozuv maydoniga Shayton Akbar degan yozuvni olib kelish kerak mana. Bor. Bo'lmasa agar topolmasangiz qo'lda mana bunda yozsa bo'ladi. Ruchnoy. Mana tayyor knopka bor. Sendni bosamiz, yubordi, mana ishga tushib ketdi shaytonlar. Qaraymiz nimalar bor, nimalar bo'lyapti bu yerda. Der emas, D project bo'ladi deb o'ylayman. Balki adashayotgan bo'lishim mumkin. Bunda kirilchada ekan. Lotinchaga qo'yib olay. Caps lock ekan, caps lockni o'chiramiz. D apothekaren, to'g'ri bu. Der dalmaxeren. Yo'q, der inni o'chiramiz. Yo inni o'chirish kerak yoki uni D qilish kerak derdi. Mazmundan kelib chiqib der bo'ladimi, D bo'ladimi? Avval tekst bilan tanishishni maslahat beraman. Tekst bilan tanishib mazmunni tushunganlaringizdan keyin nimadan keyin nima bo'lish kerakligini o'zlaringiz to'g'rilab qo'yasizlar. Uni D qilaman. D Lehreren. Der Erstin. Yo, der Erster bo'ladi. Der Erst bo'ladi demoqchi edim. Xo'p, yana qayerda xato nimalar bor? Das Treffen. Der Lehrer, der Eltern. Die Eltern bo'lmaydi mana shu. Yerda Shayton 5 da ishlab ketganini ko'rish mumkin. Die Eltern, die Kinder. Den Ball. Xo'p, das Essen. Das Essen bo'ladimi? Yo, die Essen bo'ladimi? Tugabdi vaqt. Xo'p, bundoq qilamiz. Vaqt tugagan. Katta qilamizda. Endi mana qaychi bilan qirqib olishimiz kerak bo'ladi. Sizlarga qaychini ham shaylab qo'yishni maslahat beraman bundan keyin. O'zlaringizning kompyuterlaringizda skrinshotni kesib oladigan programmani doimo tayyor tursin. Kerak bo'ladi. Mana bunaqa kopirovat qilib bo'lmagan paytlarida ishlatsa bo'ladi o'shandan.
Xo'p, mana zaminit qilamiz. Zaminit bo'ldi mana. Endi bundoq qilamizda keyingi oynaga o'tib mana shuni GPTga tashlab berishimiz kerak. Qayerda saqlanib qilingan bo'lsa. Xo'p, manda ochmayapti. Qayerda edi? Aha, bundoq olamizda GPTga tashlayveramiz. Bo'ldi, drop qilib o'zi anglab, aniqlab, keyin tahlilni qilib beradi. Mana. Xo'p, ko'ramiz qanaqa baholar berar ekan mani nimamni. Aha. Mana xatolarim ko'rsatyapti. Original testdan qanaqa farqlari bor? Natija. Xo'p, ikkita xato bor deyapti. Nima bunday ikkita xato bor deyapti? Men tekshirishdan qoniqmadim. Shunaqa payti sizlarga ham maslahatim promptni bir chiroyliroq berib olishni maslahat beraman. Xo'p, prompt berayotganda xo'p, nima desam ekan? Mana bo'lmadi. Endi aytamiz. Boshqacha yana boshqacha usulda tahlil qilib bering. Bu usuldan qoniqmadim deb yozamiz. Qani ko'ramiz nima bo'ladi. Xo'p, kategoriyaga ajratibdi hujumlar anonsini. Xo'p. Men 90% saqlab qolibman. Buzilganlari 2 ta deyapti. Demak, mana shu usullarda men qanaqa qilib nimani olib kelganligimni joylarim ko'rsatyapti, himoya qilib bergan joylarimni. Agar yana bu juda bo'lmasa yana boshqacha usulda deymiz. Qani nima bo'ladi bu yog'i? Hozir mana qarang. Xo'p. Foizlarini detalma-detal tekshirib bering. Yaxshiroq usulda dedim. Qani ko'ramiz. Ana endi misol bo'lsa ham men xohlaganday usulda bo'lyapti. Xo'p, endi sizlar o'zlaringizga qulay bo'lgan usulda tekshirtirib olishlaringiz mumkin prompt berganda. Ozgina prompt injineringni o'rgansangizlar, nima bo'ladi? Mana raundda 91% himoya qilibman. Xo'p, ko'rib oldingizlar do'stlar. Mana endi bu yoqqa qaytamiz. Xo'p, endi men mana shuni GPT nimasini xo'p, shundoq olamanda. Qayerdan bo'lsam, shundoq olaman. Yakuniy himoya reytingini kopirovat qilib olamanda, kopirovat qilib olib, mana 4-5 marta bo'ldi. Endi bundoq chiqamizda rekordlar nimasiga yozib qo'yaman endi men shuni. Save deb bosamiz, saqlanib qiladi. Bemalol keyin qachon bo'lsa ham kirsangizda ko'rinaveradi dasturda. Xo'p, mayli sizlar bilan shu haqda gaplashmoqchi edim. Xo'p, do'stlar, kanalga obuna bo'ling, mana kommentlar yozing, fikrlaringizni yozing. Qanaqa noqulaychiligi bor, boshqasi bor. Keyingi yaratiladigan programmalarda sizlarni ham beradigan ideyalaringiz, fikrlaringiz, tanqidlaringiz keyingi yaratiladigan programmalarda ta'sirini ko'rsatadi albatta. Mayli do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, salomat bo'linglar. Kanalga albatta like bosishni unutmanglar.